Qadrli bitiruvchilar, siz uchun yana bir qulaylik yaratildi. Endilikda maktab bitiruvchilari e-shahodatnoma.uz axborot tizimi orqali o'z shahodatnomasini onlayn tarzda yuklab olishlari mumkin. Buning uchun siz quyidagi amallarni bajarishingiz zarur bo'ladi. Birinchi qadam: e-shahodatnoma.uz saytiga kirib, asosiy sahifadagi shahodatnoma olish tugmasi bosiladi. Ikkinchi qadam: shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishingiz uchun ishchi oynasi ochiladi va unga pasport, ya'ni ID karta yoki tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomangizni seriya va raqamini yoxud shaxsiy identifikatsiya raqamingizni kiritishingiz, tug'ilgan sanangizni tanlashingiz hamda rasmda ko'rsatilgan himoya kodini kiritishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi qadam: barcha ma'lumotlar kiritilib bo'lgandan so'ng qidirish tugmasi bosiladi. To'rtinchi qadam: yuklab olish tugmasi orqali elektron shahodatnomangizni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Eslatma: mazkur xizmat faqatgina 2023-yildan boshlab maktabni tamomlagan bitiruvchilar uchun ko'rsatiladi. Agar yuklab olgan shahodatnomangizda xatolik aniqlasangiz, ushbu sayt orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat yo'llashingiz yoki maktab ma'muriyatiga murojaat qilishingiz mumkin. Xatolik bartaraf etilib, yangi shahodatnoma shakllantiriladi. Agar siz yuklab olgan shahodatnomangizni yo'qotib qo'ysangiz, shahodatnomani istalgan vaqtda qayta yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Endilikda shahodatnomani yo'qotganingizda dublikat olishga zaruriyat qolmaydi. Muhimi, shahodatnomani yuklab olish mutlaqo bepul amalga oshiriladi.